Sochim koreyslarnikiga o'xshab qalin, qattiq bo'lib ketganini qaranglar. Buning sababi Dr. Groot shampunim edi, lekin bugun Dr. Groot shampunimga xiyonat qildim. Chunki men yaxshi ko'rgan insonim har kuni televizorda xuddi shu shampuni reklama qilib chiqyapti. Shuning uchun menga farqisi yo'q, marketing qurboni bo'lyapmanmi, yo'qmi, chunki men bu insonni yaxshi ko'raman va bu holat men uchun odam qurboni bo'lish. Ichida qizil brasletchasi ham bor ekan, balinchalarda o'tib qolgan odamlarni qo'liga taqib qo'yadigan brasletlarga o'xshar ekan. Xullas ichida ikkita shunaqa kichkina shampuncha va katta shampuncha chiqdi. Yangi shampun olganimda birinchi bo'lib hidini hidlab ko'raman. Xullas bu shampun soch to'kilishiga qarshi ekan va boshingizga tappak bo'lib yopishib qolgan sochingizni ko'tarib beradi. Bunisi esa soch uchun konditsioner ekan. Shu paytda kals qaynukam chiqishiga balo bormikin? Xullas konditsionerning ichida ham ikkita narsa chiqdi, bittasi katta, bittasi kichkina. Koreyani shunisini yaxshi ko'raman-da, shampun va konditsionerlarning ichiga ikkita, uchtadan tiqib tashashadi. Xullas maqtanmoqchi bo'lganim bu emas edi, mono edi. Menimcha Koreyaga kelganimda